Shunaqangi Oqsaroyda yashagisi kelmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Do'stlar, sizlarga shunaqangi hashamatda qurilgan 2 qavatli uyni topib qo'ydim. Sadvin sovxoz hududida Milliy gvardiya yaqinida joylashgan bu hovlimizning maydoni 330 kvadrat metrga ega. Uy 5 xonali, pishiq g'ishtdan qurilgan va hozirda fasad ishlari yakunlangan. Ichki qismi esa korobka holatida. Abo'yga tayyor holda bemalol o'zingiz didingiz bilan maza qilib remontlarni qilib yashashingiz mumkin. Fasad qismida sifat va did uyg'unligi seziladi. Qimmat tunikafon patolog, cho'qillarida Angola Black toshi ishlatilgan. Devorlari atachenta travertin qilingan. Patologi gipsokarton, polida esa mramorni ko'rishingiz mumkin. Issiqpol qilingan. Eshiklari $1000 o'rnatilgan. Xullas, qurilishda hamma narsaga jiddiy e'tibor berib, o'zlariga qilgandek sizga tayyorlab qo'yishibdi. Hovlisi ham mramor bilan qoplangan. Kommunikatsiyaga to'liq ulangan. Gaz, svet, suv va kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Uyning joylashuvi ham qulay. Katta yo'l bo'yidan 20 metr ichkarida xolos. Atrofida maktab, savdo do'konlari, 24 ga 7 qo'riqlash va kamera nazorati mavjud. Xullas, maza qilib yashashingiz uchun hamma sharoitlar bor. Narxi $125,000 ga baholashmoqda. Albatta kami bor. Manzilimiz esa Farg'ona shahar Sadvin sovxozida, Milliy gvardiyani shunoqqina yonginasida. Egalar raqami ekraningizda turibdi. Bemalol telefonlashib, kelib ko'rib ushbu xonadonimiz sizga ma'qul keladigan bo'lsa, savdolashib baraka qilishingiz mumkin. Shunaqa koshonalarni kimga ilingan bo'lardingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring va ushbu videoni ularga yuborib qo'ying.